Savdo bo'limi rahbari nima vazifani bajarishi kerak korxonada va uni korxonadagi asosiy vazifa va majburiyatlari nimalardan iborat? Startap bosqichida mana shu shlyapalarni hammasini o'zingiz kiyishingiz etiklik nisbatan normaldir. Bu tomoni yaxshidir, lekin biza negativ tomonini ham o'ylab qo'yishimiz kerak. Ertaga bu xodim ketib qolsa nima bo'ladi? 9 dan 6 gacha nima ish bilan shug'ullanasiz? Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli M-Factor biznes maktabi YouTube kanali obunachilari. Sizlar bilan navbatdagi bepul darsimizda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun nisbatan endi qolgan mavzularga qaraganda osonroq mavzularga keldik. Bundan oldin savdo strategiyasini ishlab chiqish, ya'ni qaysi strategiya bizni biznesga mos keladi, qanday qilib savdoni o'stirishimiz mumkin. Buning uchun 4 ta usul, Ansoff matritsasi bo'yicha 4 ta strategiyani, Porter strategiyalarini, ya'ni raqobatda qanday raqobat qilamiz, narxdami yoki ajrab turishdami, buni katta bozorda qilamizmi yoki kichikroq segmentni ushlaymizmi va bu bizni hozirgi holatimizdan kelib chiqib qaysi biri bizga mos tushadi deydigan savolga javob topgan bo'ldik. Bu strategiyalarni tanlashda qanday qilib o'zimizni kuchli, zaif tomonlarimizni bilishimiz mumkin. Chunki shundan kelib chiqib strategiya tanlanar ekan deydiganlar uchun, ya'ni SWOT tahlilini ko'rib chiqdik, xususiyatlar bo'yicha tahlillarni ko'rib chiqdik va yana bitta muhim narsa plus minuslar bo'yicha mijozlar, raqobatchilar bilan tahlillarni ko'rib chiqdik va bundan kelib chiqibgina mana shu Ansoff yoki Porter strategiyalaridan birini tanlashimiz mumkinligi haqida gaplashdik. Endi bugungi mavzumizda mana shu strategiyalarni tanlagandan so'ng mana shu strategiyalarni endi ijro qilish uchun, ya'ni amalda tatbiq qilish uchun savdo bo'limi rahbari nima ishlar bilan shug'ullanish kerak? Korxonada nima ishlarga to'g'ridan to'g'ri mas'ul bo'ladi deydigan savolga javob topishga harakat qilamiz. Ya'ni endi bizni ko'rib turganlar ichida bizni ko'rib turganlar ichida kimlardir savdo bo'limi rahbari, kimdir sotuvchilikdan endi savdo bo'limi rahbariga ko'tarilmoqchi, kimdir kichik yoki o'rta biznes egasi, ham o'zi rahbar, ham o'zi asoschi, ham o'zi marketolog, ham o'zi savdo bo'limi rahbari, ya'ni ROP vazifasini bajarayotgan bo'lishi mumkin. Albatta bu mavzular sizlar uchun ham birdek manfaatli bo'ladi, xudo xolasa qiziq bo'ladi. Xo'p, endi bitta narsani tushunib olishimiz kerak, ya'ni bitta savol qo'yamiz. ROP, ya'ni savdo bo'limi rahbari nima vazifani bajarishi kerak korxonada va uni korxonadagi asosiy vazifa va majburiyatlari nimalardan iborat? Boshidan aytmoqchiman, har qanday korxonada mana shunaqa lavozim qo'shtirnoq ichida o'xshatish qiladigan bo'lsak, endi albatta shlyapalar bor. Ya'ni siz bugungi kunda ROPmisiz, demak sizni korxonadagi shlyapingiz bu ROPlik shlyapasi, ROPlik lavozimi, ROPlik mas'uliyati desak bo'ladi. Kimdir marketologmi? Demak siz hozir o'sha korxonadagi marketolog shlyapasini kiyib turibsiz, siz mana shu lavozimga mas'ulsiz degani. Bizni ko'rib turganlar ichida kichik o'rta biznes egalari aytishi mumkin. Javohir, menda ROP yo'q-ku yoki menda marketolog yo'q-ku, HR menejer yo'q-ku deyishi mumkin. Albatta bu to'g'ri narsa. Siz biznesingiz endi ochilgan, endi rivojlantirmoqchisiz. Albatta sizda bularni hammasini hozir bitta shtatniy xodim qilib olishingiz imkoniyati yo'qdir. Lekin bu degani mana shu xodimlar bajarayotgan funksiyalar sizni korxonangizda ishlamayapti degani emas. Misol uchun savdo bo'limi rahbari yo'qdir korxonangizda, lekin savdoni boshqaryapsiz. Ya'ni siz o'zingiz asoschi sifatida boshqaryapsiz. Demak sizni ikkita shlyapingiz bor. Ham korxonaning asoschi shlyapasi, ham ROP shlyapasi. Agar o'zingiz boshqaruvchi rahbar bo'ladigan bo'lsangiz, 3 ta shlyapingiz bo'ladi. Ya'ni siz ham asoschisiz, ham boshqaruvchi direktorsiz, ham etiklik savdo bo'limi rahbarisiz. Mana shu 3 ta shlyapani kiyib turibsiz bir vaqtning o'zida. Ya'ni hammasini o'zingiz bajarasiz. Bu boshlang'ich etapda, ya'ni bundan oldingi darslarda har xil bosqichlarni ko'rib chiqdik-ku biznesda. Startap bosqichi, o'sish bosqichi, yetuklik bosqichi, pasayish bosqichi shunga o'xshagan. O'sish, mana bu startap deylik, startap bosqichida mana shu shlyapalarni hammasini o'zingiz kiyishingiz etiklik nisbatan normaldir. Chunki qanaqadir darajaga chiqib olguningizcha hammasini o'zingiz qilib turishingizga majbur bo'lasiz. Bu bir yomon narsa degani emas. Lekin biznesingiz o'sishni boshladimi, qanaqadir yuqori darajaga ketishni, mijozlaringiz ko'payishni, savdoyingiz oshishni, brendingizni ko'proq odamlar tanishni boshladimi, endi tabiiyki siz fizически ulgurmaysiz hamma shu 3 ta shlyapani ham vazifasini samarali bajarishga. Tabiiyki endi oldingizga nima qilasiz? Xuddi o'shani bajaradigan odamlarni olishga majbur bo'lasiz. Ya'ni mana siz hozir 3 ta shlyapani kiyib turgan bo'lsangiz, ya'ni asoschi ham o'zingizsiz, bosh direktor ham o'zingizsiz, moliyaviy direktor bo'ladimi, marketolog bo'ladimi, ROP bo'ladimi, mana shu vazifani ham o'zingiz bajaryapsiz. Bu to'g'ri. Lekin ma'lum bir muddatdan keyin, qadrli do'stlar, bizni ko'rib turgan tomoshabinlar,
mana shu shlyapalarni nima qilasiz? Hammasini o'zini odamiga topshirishingiz kerak. Ana o'shandagina biznes yana ham samarali bo'lishni boshlaydi. Chunki bu yerda mehnat taqsimoti, har bitta vazifani o'zini insoniga topshirish orqali bu ish samaradorligini bir necha barobar oshirishingiz mumkin. Yana bu sizga nimaga yordam beradi? Xodimga bog'lanib qolish xavfini kamaytiradi. Ya'ni siz boshlanishida bitta xodim sizda ham marketingga qaragan, ham zakupni qaragan, ham snabjeniyani qaragan, ta'minotni, ham sotuvga qaragan, siz uchun bu eng zo'r kadr. Ya'ni siz aytasizki, mana shu bola hammasini eplayapti-ku deyishingiz mumkin. Albatta bu yaxshi narsa. Boshlanishida bu bunaqa xodimlar zo'r, lekin riskda, ya'ni biznesda har doim risk bo'ladi. Ya'ni biz o'ylashimiz kerakki, xo'p, bu tomoni yaxshidir, lekin biza negativ tomonini ham o'ylab qo'yishimiz kerak. Ertaga bu xodim ketib qolsa, nima bo'ladi? Tasavvur qiling, mana shu xodim ketib qolsa nima bo'ladi? Butun biznes jarayonlar mana shu xodim atrofida qurilgan. Bo'ldi, uxladi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda jarayonlar to'xtaydi. Demak, siz buni bilgan inson sifatida 3 ta shlyapani bitta odam kiyib hozir sizga yoqayotgan bo'lsa, ma'lum bir darajadan keyin nima qilishingiz kerak? Buni universal soldat deymiz, mutaxassis deymiz. Universal soldat degani o'sha aytganimdek hammasini o'zi qiladi. Endi mutaxassisga o'zgartirishimiz kerak u odamni, ya'ni qaysidir mas'uliyatlarni olib, boshqa shu sohani bajaradigan odamlarga nima qilishimiz kerak? Yetkazib bo'lib berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, men sizga tavsiya qilaman, amaliy mashq bajaramiz. Keling, hozir mana kimdadir ish vaqti 9 dan 6 gacha, kimdadir 10 dan 7 gacha, farqi yo'q. Kimdadir 8 da boshlanishi mumkin. Sizga bitta savol. Juda ko'pchilik rahbarlar bilan, biznes egalari, umuman savdo bo'limi rahbarlari bilan gaplashsak, shaxsiy rivojlanishga, sport bilan shug'ullanishga, oilaviy vaqt ajratishga nima yo'q? Vaqt yo'q. Nimaga? Ishim ko'p. Bitta savol beraylik, ya'ni kelinglar sizlar bilan amaliy mashq qilamiz. Qo'linglarni oldinglarda hozir mana daftar yoki qanaqadir oq varaq bo'lsa, sizlarga bir 5 minutmi, 10 minutmi vaqt beraman. Mana shu videoni shu joyda to'xtatinglar. O'zi 9 dan 6 gacha nima ish qilasizlar? Shuni birin-ketin yozib chiqinglar. Juda sizlarga bir qiziq holat paydo bo'ladi. Nima ish qilasizlar 9 dan 6 gacha? Hammasini yozinglar. Ertalab ishga kelaman, xodimlarni nazorat qilaman, hisobotlar bilan tanishaman, yana nimadirlar qilaman. Xo'p, nima qilasiz o'sha? Mana aytyapsiz-ku, vaqtim yo'q. Sport bilan shug'ullanishga, kitob o'qishga, shunaqa bir ilmiy darslar ko'rishga vaqtim yo'q. Nimaga? Ishim ko'p. Xo'p, savol. 9 dan 6 gacha nima ish bilan shug'ullanasiz? Marhamat yozib ko'ring. Videoni shu joyda to'xtatinglar. Yozib ko'ring, bitta list oling, 1 2 3 4 qilib yozing. Nima ish bilan shug'ullanasiz 9 dan 6 gacha yoki 10 dan 7 gacha? O'zingiz ham hayron qolasiz. Deyarli unaqa ish yo'q. Lekin vaqtimiz yo'q. Biza vaqtimizni to'g'ri boshqarish, kerakli instrument, ya'ni kerakli bizaga ham o'zimizga, ham korxonaga, ham moliyaviy holatimizga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan muhim ishlarga fokus qaratib, qolganlarini yo chopamiz yoki boshqalarga berish masalalarini ham hozir ko'rib chiqamiz. Ungacha mana shu vazifani bajaringlar. Ya'ni nima ishlar bilan shug'ullanasizlar, yozib chiqinglar. Xo'p, endi ROPni asosiy vazifasini umumiy bitta aytamiz. Savdo bo'limi rahbari korxonada nimaga mas'ul bo'lishi kerak? Diqqat, savdo bo'limi rahbari savdoga olib boruvchi harakatlar va jarayonlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil qilish, ya'ni ishni organizator, ya'ni tashkil qilish kerak. Savdoga olib boradigan harakatlar ketma-ketligini nima qilish kerak? To'g'ri tashkillashtirish kerak va uni boshqarish kerak va bu orqali qo'yilgan maqsadga erishish buni asosiy vazifasi. Qaytaraman, savdo bo'limi rahbari korxonada savdoga olib boruvchi harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil qilib berish, ya'ni ishni to'g'ri tashkil qilish va u jarayonlarni boshqarish, nazorat qilish, boshqarish va mana shu orqali boshqarish, tashkil qilish, nazorat qilish orqali qo'yilgan korxonani savdo rejalariga erishish hisoblanadi. Umumiy olib qaraganda savdo bo'limi rahbarining asosiy vazifasi shu. Yana qaytaraman, savdo bo'limi rahbari savdoga olib boruvchi jarayonlarni to'g'ri ishni tashkil qilish kerak, uni boshqarish kerak va nazorat qilish kerak. Mana shu qilgan ishlari orqali korxonani oldiga qo'ygan savdoga bog'liq maqsadiga erishish hisoblanadi. Mana shu jarayonlarga to'g'ridan to'g'ri mas'ul aynan savdo bo'limi rahbari hisoblanadi. Buni har qanday savdo bo'limi rahbari o'zi men nima ish qilishim kerak deydigan savolga javob bermoqchi bo'lsa yoki savdo bo'limi rahbari lavozimiga chiqmoqchi bo'lgan har qanday inson nima qilish kerak? Yaxshi tushunib olishi va o'ziga qiladigan ishlar rejasiga albatta mana shu ishlar bilan rostdan shug'ullanyapmanmi deydigan savolga nima qilish kerak? Javob topishi kerak bo'ladi. Qadrli do'stlar, shu joygacha bitta yana qaytarib olamiz. Demak, bugun darsimizni boshqacha mavzuda boshladik, ya'ni savdo bo'limi rahbarining vazifalari. Demak, savdo bo'limi rahbari bundan oldingi slaydda aytib
aytib o'tdik. Nima ish bilan shug'ullanish kerak? Shlyapalarni ko'rib chiqdik. Ya'ni korxonada lavozim shlyapalari bo'ladi. Siz hozir bir nechta shlyapani ushlab turgan bo'lishingiz mumkin. Keyin hammasini nima qilamiz? Odamlarga topshirishimiz kerak. Hozircha shu joyda to'xtatamiz. Bundan keyingi videoda darsimizni yana davom etamiz.